Kunlardan bir kuni O'rmon shohi sher konkurs tashkil qilibdi. Konkurs shartlari quyidagicha. Meni bitta hazil bilan kuldirishinglar kerak. Tushunarlimi? Hamma tushundi va birinchilardan biri Bo'ri o'zini sinadi. Dunyoda eng xotirasi kuchli odam kim? Instagram parolini hech qachon almashtirmagan odam. Bu unchalik kulgili emas. Ota-oma deng. Bo'ri chetlashtirildi. Keyingi ishtirokchi sahnaga chiqdi. Xo'sh, nima shunchalik ko'p olinsa, shunchalik ko'payaveradi? Bu telefondagi rasm. Sen ham ota-oma deng. Bug'u ham chetlashtirildi. Va yana o'sha iflos quyoncha sahnada. Nimani har kun ishlatasiz, lekin hech qachon ko'rmagansiz? Nimani ekan? Ko'tis teshigini har kun ishlatasiz, lekin hech qachon ko'rmagansiz.